Mana shu Bek Rus degan yigit, biz mana shu yigit bilan birgalikda 2 kun oldin kontent qo'ygandik. 300 ming like yig'ilsa, ota-onangizni umra safariga yuboramiz deb turib, ba'zi negativ yozadigan insonlar ham bor. Bu yigit nima debdi? Ota-onangni raz umra hajga yubormoqchi ekansan, o'zing yuborsang bo'lardi-ku. Bularni yordamisiz. Agar bu yigitga yordam bermoqchi ekansizlar, akalar, karta qo'yib, kartaga pul yig'ib, shu balaga yordam bersalaring bo'lardi-ku yozgan ekanlar kommentariyada. Biz karta qo'yib, odamlardan yordam so'raydigan insonlar emasmiz. Uni ko'proq ehson qilmoqchi bo'lganlar yoki juda ham katta pul yig'moqchi bo'lgan insonlar qilishadi. Unday kartalar qo'yib, odamlardan pul yig'ishadi. Biz esa bir kichkina biznesmenlarmiz. Qo'limizdan kelguncha o'zimiz harakat qilamiz yordam berishga. O'zgalardan yordam so'ramaymiz. Ba'zi negativlarga aytadigan so'zimiz bizni qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizni o'zi yetarli. Biz oddiygina shu insonlarga xursand bo'lsa bo'ldi, bizga boshqa narsa kerak emas. U like bizga pul bermaydi, hech narsa bermaydi. To'g'rimi akajon? Shunday. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Shu bola orqali, like orqali sendan foydalanyapti degan kommentlar ham o'qib ko'rdik. Likedan hech qanaqa foyda yo'q. Sal aql ishlatish kerak o'zingizga. Bu podpischilarimiz o'zimizga yetarli. Uni endi aqli yetmaydigan, tushunchasi juda ham bechora bo'lgan insonlargina shunday javob berishadi. Qiziqib, biz motivatsiya olamiz. Bo'ldi, like hech narsa bermaydi. Bundan 2 kun oldin KFCdan zakaz tushganda Alloh meni va sizlarni Rahmonal aka, Rustam akalarni ko'ngliga solgan ekanki, shu joyga borgan. Men KFCga kirib ketsam ham bo'lardi o'sha joyda. Biz bormasak ham bo'lardi-ku. Ko'rganimizda tanimaymiz ham bu yoqda. Tavakkal bo'lib ketdi. Biz aytmoqchimiz nima? Biz bir sababchimiz. Shunaqa. Shunday, Xolos. avvalambor Alloh, bu akalar bir Shunday. sababchi. Barcha narsani Allohimni o'zi yozib, chizib, to'g'rilab qo'yibdi. Shuni unutmanglar. Qo'lingizdan kelsa, negativchi ba'zi shunday yozadiganlar, qo'ni qo'shningizga $100 berib ko'ring, siz ham video qiling. Biz blogerlik faoliyatimizda xalqimizga foydasi tegadigan va ehsonlarimizdan shu maza qilsin odamlar. Erkak kishi uchun ota-onasini hajga yuborishdan boshqa baxt bo'lmasa kerak. To'ppa-to'g'ri. Men katta orzularimdan biriga amalga oshirdim. Sizlar sababchi. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Uyda negativ komment yozib o'tirgandan bitta like bosing, shu like'ingiz ham bir insonda ehsoniga sababchi bo'lsin. Ko'proq insonlarga yetib borsan, puli bor insonlar, imkoniyati bor insonlar, ular ham bizday ehson qilishni niyat qilib, ehsonlar tarqatib yursinlar. Sog' bo'linglar jigarlar.